Maqsadli TV kanalidan Sodirjon. Sizlarga Imzo kompaniyasining Terma 65 eshiklar haqida ma'lumot beramiz. Bu galgi obyektimiz etapli bo'lgan. Birinchi plastik seriya romlari qo'yilgan, ikkinchi etapda esa eshiklar. Video ma'lumotni to'liq berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishni davom etinglar. Kanalimiz uchun like bosishdan chiqmang. Obyektimiz kirganimizda chap tomonda va o'ng tomonda asosiy eshiklar qo'yilgan. Bu eshigimiz ko'rishingiz mumkin. Eng keladigan bo'lsak 150, bu esa 280. Shu eshikni tashqariga ochirish. Hozir ochib ma'lumot berishni boshlayman. Profilimiz Terma 65 ochganimizda 6,5 cm kesakisi bo'ladi. Mana kesakisi 6,5 cm, bunisi esa 7,3 bo'ladi. Ya'niki Terma 78 dan 5 mm kichikroq. Bu qalin bo'ladi. Kesakisi 6,5 bo'lganligi uchun bu Terma 65 deyiladi. Bunga mexanizm, stuplen kompaniyasi ruchkasi, mexanizmlari qo'yilgan, petllari 3 tadan tashqariga ochilish. Bu yerda Sheffield seriya mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Ideal. Bu yerda romlari o'sha 6000 seriya Sheffield bo'lganligi uchun eshiklari ham bir xil bo'lgan hamda bu yerdagi oynalarimizda energiya tejovchi titan hamda Shatlanka 1.8 lik bo'lgan. Juda ham zo'r holatda. Ochilish yopilishlarga e'tibor qilasizlar. Quplanish mexanizmi ruchkani tepaga qilamiz, quplanadi. Bir ruchkani tortamiz, bo'ldi, qulplandi va zamokni kirib, orqaga kelganimizdan keyin pastga ochiladi. Mexanizm ko'rishingiz mumkin, tepaga qilganda mana chiqadi. Xona ichkarisidan ko'rinishi, mana yopilishi. Yopilgandan keyin mana xona ichkaridan bemalol tashqari ko'rinadi. Xo'p, buni nima uchun tashqariga ochilish qildik? Sabab tashqariga ochilganda zinapaga hech qanday xalaqit qilmaydi va ichkari tomonda ikkita eshik xalaqit qilmaydi. Xuddi shunday holatda bo'lgan. 1 kvadrat metr Terma 65 dan bugungi kunda 250-260 dollar atrofida chiqyapti. Asosiy razmerdan keyin narxlar chiqqanligi uchun biz doimiy narxni aytishda kvadratini chala aytib o'tib ketamiz. Hisob kitob qilish uchun telefon raqam qo'yib qo'yganmiz. Mana shu yerga bog'lansalaring, bemalol hisob kitob qilib beramiz. Va bu yerda hozir bitta eshikdan keyin mana bu yerda asosiy 3 ta eshik bor. Mijoz bilan bu yerda rosa biz maslahatlashdik. Asosiy mana bu yerga bitta eshik qo'yib MDF qilmoqchi bo'ldilar. Agar bu yerga eshik qo'ysak, oyoq chiqishda eshik ichkariga ochiladigan bo'lsa, mana bu yer kichkina bo'lib qolar ekan, eshikka yaqin bo'ladi. Shuning uchun 3 tasini ham termo qildik hamda bular hammasi xona ichkarisiga ochilish. Mana hozir mana 6,5 cm peynalar to'liq sepilgan. Bunda ham shatlankalar bilan bo'lgan. Mana shatlankalar bilan ideal holatda bir qanot bu xona ichkarisiga ochiladi hamda xona bu tomon kirish, keyingisi bu tomonga ichkariga va bu tomonda bemalol foydalangani qulay bo'ldi. Xona ichkarisidan ko'rinish bemalol yorug'lik kirib turibdi. Bu splashni holatda ana bo'yi baland bo'lganligi uchun unga framoga qo'yganmiz. Va mana eshigimiz ham xona ichiga chap tomonga ochiladi. Mana hammasi ochilishlarini ko'rdinglar. Terma 65 mana 7,3 bo'lishi, ya'niki qalin bo'lishi Terma 78 ga o'xshab ketadi, lekin tashqariga ochilish qalinroq turadi. Ichkariga ochilishda mana ichkari qalin bo'ladi. Nariga tomonda ko'rganinglar tashqarisi qalin. Ochilish yopilish juda ham zo'r holatda. Bu ham xuddi shunday. Quplash mexanizmi ham xuddi shunaqa tepaga qilinadi va pastga tortiladi. Qulplandi. Bunda ham tepaga qilamiz. Bu ham qulplandi. Va bu ham xuddi shunaqa holatda. Hammasi juda ham ideal holatda 240-250 dollar atrofida chiqadi. Aniqroq hisob kitob olish uchun telefon raqam orqali razmer tashkilotida chiroyli qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.